Hozir Navoiy viloyatidaman. Bir inson yonida turib, uni yonida u yurolmay qolyapti, jonsiz bo'lib boryapti deyish qanchalar og'ir. To'g'risi bu narsa, bu mas'uliyat meni boshimda ekan. Men o'zimdan o'tayotgan o'zim bilaman. Lekin siqilmang, yig'lamang. Bizning xalqimiz, butun Navoiy, butun O'zbekiston mehribon, muhabbatli. Yig'lamang aka, yig'lamang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dardini bergan shifosini ham beradi. Bitta o'ylab ko'ring. Yurib turgan holingizda yura olmay qolsangiz, masjidga chiqayotgan holingizda chiqa olmay qolsangiz, 16 yoshli yoshligida o'zi yurishdan o'zi qolish boshlaganlar. Bugun 9 yil 26 yoshga kirib, shu holat to'g'risi gapim so'z topib bera olmayman. Bu videoni qo'lingizdan kelgancha tarqating. Do'stingizga, yaqiningizga, puli bor insonga yetib borishiga yordam qiling. Karta raqamlarini qoldiramiz. Xohlasangiz 5 ming, 10 ming, 1000 so'm xohlaganingizcha.